kompyuter jinnisi. Ertaga kech shu kompyuteringga bo'shaysanmi yo'qmi? Soatda o'g'liga qara. Bozorga chiqib onasiga jaraq pul olib kelyapti. Sen bo'lsa faqat o'yin o'ynagan. Kim bo'lasan kelajakda sen, a? Oyi, men o'yin o'ynayotganim yo'q. Ha, bo'lmasa men o'ynayotgan ekanman-da, a? Oyi, men Junior IT akademiyasida onlayn IT ni o'rganyapman. Eshitading ham hayronman-da. Mana shu kompyuter o'ynashing uchun senga pul to'layapti. Undan ko'ra seni hozir Navoiygami, qassobgami shogirdlikka berganda hozir menga pul olib kelgan bo'larding. IT bu kelajak. Qanaqa kelajak? Kompyuter o'ynash kelajak bo'lib qopti. O'g'ling Junior IT akademiyasida onlayn dars oladi. Kelajakda u uyda o'tirib pul topadi. Junior IT akademiyasida o'qigan bolalar kelajakda dasturlar, Telegram botlar, saytlar yaratib 16-15 yoshdan daromadga kirishadi. Siz ham farzandingizni uyda o'tirib daromadli kasb o'rganishni xohlasangiz, hoziroq mana shu havola orqali ro'yxatdan o'ting. Ingliz tili siz uchun bonus.